Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana va zidna ilma va faqihna fid din. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan bugungi darsimizda musulmon Qur'oni va erta bilangi kechqurungi zikrlar to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz. Bu zikrlar juda muhim bo'lgani uchun va erta bilan kechqurun bu zikrlarni albatta qoldirmasdan qilishligimiz uchun hozir oyat, hadislardan va ulamolarning so'zlaridan keltirib o'tamiz. Alloh subhanahu taolo oyat karimada ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera, ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar deydi. Bu ko'p degandan murod aziz o'quvchilar, bu erta bilangi kechqurun zikrlarni qoldirmasdan va uyga kirgandagi, chiqqandagi, masjidga kirgandagi, chiqqandagi, hattoki Nabiy sollallohu alayhi vasallam bizga hojatga kirgandagi, chiqqandagi duolarni ham nima qilganlar? O'rgatib ketganlar. Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam masalul lazi yazkuru robbah val lazi la yazkuru robbah masalul hayy val mayyit. Allohni zikr qiladigan kimsa bilan qilmaydigan kimsaning farqi o'lik bilan tirikki misolidir. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh bu zikrlarni 70 dan ortiq foydalarini sanab o'tganlar o'zlarining kitoblarida. Bu 70 dan ortiq foydasini sanab o'tildi degani buni juda katta ahamiyati va juda katta bizga foydalari bor. Ikkita odam hech qachon ilm ola olmaydi aziz o'quvchilar. Birinchisi ko'p uyatchan, ko'p xijolat bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi toifa inson nima? Mutakabbir inson. Kibrli inson ham hech qachon qori ham, ahli ilm ham, da'vatchi ham bo'la olmaydi. Ilmi taliblarga tavodu, kichik siniqlik nima bo'ladi? Juda ham munosib bo'ladi, yarashadi. Uyqudan turgandagi duoni kim yodlagan aziz o'quvchilar? Uyqudan turganda aytiladigan duo bor. Har kuni o'qiymiz buni. Eng oxirida o'tirgan o'quvchimiz javob beraman deyaptilar hozir. O'qiysizmi duoni? Ha, o'qingchi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Mashalloh. Keling mana aldim. Hozir Ibrohimjon sizlarga endi buni nima qiladilar? Qanday o'qishni o'rgatadilar. Ibrohimjon hozir o'qiydilar, orqalaridan sizlar nima qilasizlar? Hammamiz birgalikda qaytaramiz. Shu duo hammamizga uyga vazifa bo'ladi. Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi ahyana. Ba'dama amatana. Va ilayhin nushur. Ibrohimjon mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Bu duoni ham o'zlari o'qib, ham birodarlari o'qib yodlashiga hissa qo'shdilar. Hammalaringizni kelajakda bir islom ummatini bo'shliqlarini to'ldiradigan yetuk ulamolardan qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Aziz o'quvchilar, bugungi olgan musulmon Qur'ondan birinchi duoni bugun oldik. Buni ertaga hammalaringiz nima qilasizlar? Yodlab kelasizlar. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi aziz o'quvchilar. Hozir keyingi darsimiz boshlanadi. Ozgina tanaffusdan keyin Alloh sizlarga foydali ilmni, amali va hikmati bilan birga bersin. Bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshiligi bersin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.